Assalomu alaykum, Ma'rif Jorzonchi kanalining qadrli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borayotgan va tasodifiy tarzda kuzatib borayotgan aka-ukalar, hammalaring tinchmisizlar? Oila, xonadon, bola chaqalar hamma yaxshimi? Yaxshi yuribsizlarmi? Xudo xolasa bugunga, hafta kuniga, seshanba 2-noyabr, bugun o'sha To'raqo'rg'on Saroy qishlog'i Toshloq mahallasi Sevdim kuydim ko'chasida mana videolarni boshladik. Xudo xolasa bizni tanib bilganlar aloqaga chiqib telefon qilsalaring, obunachilar ishni bitiramiz. 300 dan oshiqroq qo'zlarimiz kelgan Qirg'iziston Bishkekdan. Xudo xolasa men bir qator videoga olib shogirdimiz bilan tanishtirib boraveramiz. Bular xudo xolasa arashan qo'zlar hammasi. Arashan afg'onga chotishgan tozalaridan, xullas kelam tozalaridan. Zo'rlaridan kelibdi akalar. Zo'rlaridan. Mana ko'raverasizlar, xudo xolasa parda bo'lib qo'yganmiz. Oddiyroq telefonimiz qanday tushyapti bilmayman, ko'paytiryapmiz buni. Jonivorlar. Birinchi pardaga soni 22 dona obunachilar. 22 dona tozalaridan mana. Kallalari ham chiqyaptimi videoga? Sifatini qaranglar. Xudo xolasa maza qilib obunachilar boqib baraka topadigan vaj. Tozalaridan aloqaga chiqsalaring ishni bitiramiz. Bir qator hammasini sog'liqlari bor, bo'g'oz sog'liqlar. Bir qator hammasini tanishtirib ko'rsatib qo'yamiz. Aloqaga chiqsalaring videoni bir qator tashlab beraveramiz. Keladigan obunachilar kelsalaring ishni bitiramiz. Narxi ham qulay xudo xolasa. Obunachilar birinchi qo'rani ko'rsadik, mana ikkinchi qo'raga ham soni 20 dona. Ikkinchi qo'ra, bular ham juda sifati o'ta go'zallaridan. Toza arashanlar ekan. Toza arashanlardan mana. Hammasini ko'ringlar obunachilar mana. Afg'on arashan hammasidan bor mana. O jonivorlarni. Kallani qara. Jonivorlar o'g'lar. Qo'ying bor bo'lsa bor deydigan qo'zlar mana. Yosh oyliklari 8, 9 oylik, 7 oylik, 6 oyliklari ham bor. 10 oygacha-da, 6 oydan 10 oygacha bor. Endi 3-qo'raga o'tamiz a. Bir qator ko'rsatib qo'ying. 3-qo'ramizga ham soni 20 dona. 18 tami 20 da shunda ayirganmiz. Hali roz mana ajratib bo'lganmiz. Bu davomi hozir yana kelyapti. Davomi ochiq. Davomi ochiq. Kelganlarga yana bir qator ko'rsatib videolarni qilamiz mana. Buni ham soni 18 ta, 20 ta. Tozalaridan bular ham. Bu narx qulayroq. Ikki partiyaga qaraganda bu narx arzonroq. Mana 4-partiya. Kelishtirib beriladi. Optim narxini aytamiz. Obunachilar 4-qo'raga ajratganlarimiz bular sal junuborroq, pardoz talab qo'zlarimizda. Buni ham soni 20 dona. Buni ham soni 20 dona, hammasi qo'chqor. Hop, suyagi zo'r. Xudo xolasa hech qaysini bo'yini aytganimiz yo'qmiz. Bir qator videosini tashlab beramiz. Bo'ylari eng pasti ham 75, ag'i 85 gacha. Qo'zlar haqiqatan yaxshi qo'zlar. Endi qo'ydi egasiga yaxshi, oladiganga bundayroq bo'laveradi-yu. To'g'ri. Sotganga arzon, olganga qimmat deydi-yu. O'shanda oladigan, sotadiganga vaji chiroyli turaveradi-da. Lekin haqiqatan yaxshi qo'zlar. Biz uchun yaxshi. Kesalaring vibr bor. Holati yaxshi. Qoralardan, sariqlardan, sarig'idan, arig'idan deydi, hammasidan bor. Mana kerak kelaverasizlar. Majlar 5-pardaga 20 dona soni, bularda ham shu yosh oylik, 10 oylik, 9 oylik atrofida toza hisorlaridan. Videoga toza hisorlaridan bor. Rangi ham juda go'zal, rangi chiroyli. Toza kashtallardan, mana qaranglar. Mana qaranglar obunachilar mana. Xudo xolasa zo'r qo'zlar hammasi ham bir-biridan chiroyli, bir-biridan go'zal. Xudo xolasa narxlari ko'rsatyapmiz, hozir yana bir qator ko'rsatib qo'yamiz. 3.500.000 so'mdan 5 milliongacha qo'zi bor. Qirg'izistonda qo'zi tozalari 3.500.000 dan 5 milliongacha bor obunachilar. Keyin odam quruq qaytmaydi. Yo'q, quruq qaytmaydi. Obunachilar 6-pardaga ham zo'rlaridan, o'sha ro'zg'or boblaridan, arzon kayflaridan da bular ham. Bir qator videolarni tashlab beramiz mana. Qo'chqorlarning soni 20 dona. 5 ta sog'lig'i bor. Shuni ichida turibdi. Bir qator videolari bor, tashlab beraveramiz. Siraz nari qo'rani ham ko'rsatib ketaylikmi? Bo'laveradi. Hop, nari qo'rada ham bir 10 ta atrofida qo'zi bor.
Bularni ham narx-navosi, xudo xolasa narxini kelishtirib beraveramiz. O'sha aytilgan haligi 3,5 milliondan 5 milliongacha bor, xudo xolasa. Qo'zlarimiz hammasi Qirg'izistonda qo'zlari. Oyoq qo'li uzun, suyak yaxshi qo'zlar. Buni ham olaylik sirazi. Mayda ham 10 ta yaxshi. Buni ham soni 10 dona, hali aytdik-ku, yo'qda sariqlarda jundorroq varianti. Buni ham o'sha julliroq varianti, lekin suyagi baquvvat. Go'sht yo'nalishida zo'r bo'ladi. Sifati pardoz talab, lekin suyagi yaxshi qo'zladi. Qo'chqor hammasi. Bularni ham xudo xolasa bir qator videolarini tashlab beramiz. Soni 10 dona. Mana shu sariqdan tashqari. 10 dona. Yo'q. Bitta sariqni ham qo'shib olaveramiz deyishadigan bo'lsa, aloqaga chiqish olsin. Qo'zlar mana. Asli buni reklama aniq qilinmaymiz, nima bitta ushamaymiz aslida-yu. Lekin mana bunaqa suyagi katta. Tasavvurga keltirib olishlik uchun mana. Ajjanvallar. Obunachilar, videoda xato kamchilik bo'lsa, uzr. Hali video davom etadi. Sog'liqlar ham borda, bo'g'iz sog'liqlarni ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Bizi vaqtimiz yetishmaganligi sababli bitta chiqarib, video qilmaganligimiz sababli qo'y ko'pda. Hozir yana kelyapti. Shuning uchun qisqa qilib ko'rsatib ketyapmiz. Shu narxi 3 million 500 mingdan 5 milliongacha bor qo'zi qo'chqorlarimiz. Sog'liqlarni ham hozir narxini bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Partiya necha? 7-partiya. Nimaga o'zi 4 partiya? Bo'lsa, ag'dan 8 partiya, 9-partiya ekan. Obunachilar 9-partiya. Bular sog'liq hammasi. Yoshi yosh. Toza bo'g'oz hammasi. O'zi tagi bilinib turibdi. Juda yoshi ham yosh, juda ko'rkam qo'zlar, haligilar. Qo'ylar. Bo'g'oz qo'ylarda hammasi. Buni soni 18 dona. Beyda hozir 12 tasi. Hozir tashqarida pardozini qilyapmiz, tarayapmiz-da. Qo'shib yana bir qator o'sha 18 tasidan videolarini ko'rsatib qo'yamiz. Toza bo'g'oz narxi 5 million 500 ming so'mdan optim joyi, xudo xolasa. Optimga olgan odamlarga 5 million 500 ming so'mdan bor ekan. Juda obunachilar sariqlaridan bo'g'ozdi. Bu ham o'sha hammasi ham Qirg'izistonniki. Mana sariqlar, bular ham yosh. Yosh hammasini. Buni sonini sanaveramiz hozir. 1 2 3 4 5 6 7 8 25 ta ekan hozir. Shayda turgan tirik 25 ta ekan. Hop, xudo xolasa buni soni hali davomi ochiq. Hozir xudo xolasa kechgacha kelib qolish kerak. Ko'ngilda xotirjam bo'g'oz olaman degan aka-akalar kelaverasizlar. Sifatlari zo'r, mana shu qo'yiladi, o'zi yelin tagini vaqtda yoshi ham yosh mashlari. Mana shular yoshi yosh, 2 tish, 4 tish nari beradi mana shular. Mana shu o'zi aslida eng kichkinasi ekan mana shu. Voy, kispurshi. Baquvvat ekan. Ha? Baquvvat ekan. 4 tish ekan. Ochib olma, eplab olma. Ko'rsatib olmadi obunachilar. Yosh, mana shular ham yosh bo'lish kerak, mana shular. Ana. O'yin chiqaryapti ekan. Tishi ham yoryapti ekan. Obunachilar, bularni ham narxini kelishaveramiz. Videolarni bir qator tashlab beramiz. 2 ta, 3 ta, 5 ta oladiganlar bugun aloqaga chiqsalaring. Hali to'liq videosi qo'yilgani yo'q. Bir qator tashlab ishlaringni bitirib beramiz. Maribjon Arzonchi kanaliga obuna bo'lib, laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar, xudo xolasa. Gazini bosamiz. Yangi partiyalar kelganda mana bir qator qo'yib boryapmiz-da hammasini. Yanaqda ham qo'zlarimiz bor. Lekin video juda cho'zilib ketmasin, zerikib qolmanglar-a. Ishlarga omad. Hammalaringni, chorvalaring, dehqonchilaringga, umr rizqlaringga, pullaringga Alloh o'zi barakasini bersin. Xudo xolasa kelaverasizlar. Qo'llab-quvvatlab turinglar, bo'ldi, xudo xolasa.